bu holatdan mana bu holatga kelish oson bo'lmadi. Juda ham ko'p обсуждениyalar qilgan, Instagramga qo'ygan yuzimni qari ko'rsatgan holatdagi video roliklarim ham juda katta обсуждениyaga sabab bo'ldi. Haqiqatan men 50 yoshman. 50 yoshimda mana shunday holatdaman. Hozir hech qanaqa effektsiz, hech qanaqa montajsiz mana shu holatda mana meni qomatim, figuram, yuzim, ajilla yo'qligi действительно bularni hammasiga operatsiyadan keyin 9 kunlik holatida men tinmasdan 3 yil massaj olganim, yuzimni massajlar bilan muolaja qilganlarim bilan erishganman. Qismalar bilan choklarim olinmagan holatda men massajlarni boshlagan edim. Massajlarni tinmasdan 3 yil davomida ham yuzimga, ham butun badanimga olib, meni maqsadim hozir butun o'quvchilarni Toshkent shahrida, viloyatda, hozir Samarqandda filiallarimiz ishlab turibdi. Massajni shunchalik odamga qanchalik foydaligini bilib qolganimdan keyin massaj kurslarini ham ochdik. Haqiqatda 120 kilolik holatimdan shu holatimga kelishimga va albatta yuzlarimni shu yoshimda shunaqa saqlanishiga hammasiga yana bir marta qaytaraman, massaj sabab.